Qayerdan ham ko'rdim shu videoni degandimda, lekin yaxshi ham ko'ribman. Ayollarning eng asosiy quroli desam ishonasizlarmi? Yana u o'tkir va shlefi keng tarqaladigan sifatli feromon bo'lsa, kamiga bo'lib berishga, u yiligacha tekin dastavka qilib berishsa. Iltimos ayollar, buni faqat turmush o'rtog'inglar uchun, ular bilan birga yurganinglarda sepinglar. Buni olganimga почти 2 hafta bo'lib qoldi. Faqat turmush o'rtog'im ishdan kelganlarida o'zimga sepib olaman. Qanaqadir derski hidda, tushunyapsizlarmi? Mana o'zida ishonch berib turadigan atir. Lekin buni poddelkasini olib aldanib qolishimga oz qoldi. Buni faqat original Piyola Marketdan topsanglar bo'ladi. Originalni farqlash uchun yana mana shu joyiga shunday telefoninglarni tiqitib tekkizsanglar, saytiga kirib ketadi telefoningizda. Polni bu atir haqida ma'lumot berishgan. Piyola Marketdan olsanglar yana bitta plyus tarafi, Louis Vuitton mana shunaqa 5 talik naborchasini podarkaga berishadi. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, Piyola Marketga murojaat qilsanglar bo'ladi. Nafislik beradigan feromon olasizlar va shunaqa 5 talik nabor podarkaga berishadi.